1 soatdan bo'lyapti, qanchadan bo'lyapti? Kim qancha xohlasa, masalan, 1 soat bo'ldi anaqalarniki. Iroda bilan Zafarniki. Nimalarniki 1,5 soat atrofida bo'ldi. Hamroh 2 kishi Ismoillarniki. bo'lganda. Fazliddin bilan Sevinch o'tirgani 2 soat bo'ldi-da. Hozir bitta qizniki qancha bo'ldi? Uniki 1 soat 20 minut atrofida bo'ldi. Takanzi gaplashadi. Shunga so'randi kecha. Boshqa bor Bunaqa savollar bor ekan deb. Hozir bekend tayyorlab keldim lekin. Savol tayyorlandingizmi? Короче, bekenddan savol beramiz deb. Shu, agar tayyor bo'lsangiz, tayyormiz? Tayyor bo'lsangiz kameraga boshladik deyverasiz. Boshladik unda. Nordic podkasti bu sonida biz o'sha butun dunyoga jar solayotgan exchange deb tushuntirishga harakat qilayotgan yo'nalishlarimizdan bittasida, hamkor universitetlarimizdan bittasida Lawrence texnologiya universitetida o'qib kelgan talabamiz Dilmurod bilan suhbatlashamiz. Qanaqa bo'ldi o'zi Amerikaga borib kelish, ketish qanaqa bo'ldi va albatta Nordicga qanaqa kelib qoldi Dilmurod. Shularni endi bafurja bugun aytib berasiz, o'rtoqlashasiz. Menimcha birinchi kurslarga asosan va abituriyentlarga qiziq bo'ladi deb umid qilamiz, foydali bo'ladi deb. 100 kishi ko'rsada, o'sha 100 kishining ikkitasiga foydali bo'lsa, menimcha biza mana shu sarflangan, qilingan mehnat o'zini oqlagan bo'ladi. Bo'lmasa shu boshchilik qisqacha o'zingizni tanishtirsangiz. Meni ismim Dilmurod. Men hozir Nordic universitetining 4-kurs talabasiman. Bungacha men o'z maktabimni Prezidentskiy maktabda boshlaganman. 5-sinfda. 5-sinfda emas, 9-sinfdan. 8-sinfgacha o'rta ta'lim maktabida o'qiganman. 9-sinfdan 11-sinfga bo'lgan davrda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda o'qiganmiz. Bu informatika fanlariga ixtisoslashgan maktab bo'lgan. Uni 3 yil 9-sinfdan 11-sinfgacha o'qib bitirib, uni bitirganimizdan keyin O'zbekistondagi Xalqaro islom akademiyasida topshirganman. 1-kurs o'sha yerda o'qiganman. Islom akademiyasida. Islom akademiyasida o'qib 1-kursni u yerdagi yo'nalishim axborot xavfsizligi bo'lgan. U yerda keyin bu yoqqa perevod qilganman. 2-chi, 3-kurslarni bu yerda o'qidim. Hozir 2-kurs bu yerdan boshlangan to'liq. Shunaqa. 3-kurs Amerikaga exchange qilib keldim. Qanaqa bo'ldi o'zi? Nimaga Amerika? O'zingiz Amerikaga topshirishga qaror qilmagandirsiz yoki ketma-ketlik qanaqa bo'ldi? Nimadan boshlandi? O'zi birinchi e'lon ko'rib qoldim. O'zi baribir hamma odamda baribir bitta ichida orzuchasi bo'ladi baribir. Keyin qarasam, hamma so'rayotgan narsalarga men to'g'ri kelyapman. Unda ko'ryapman. Bunaqa kerak, bunaqa bola bo'lish kerak, shunaqa deyapti. Qarasa hammasi to'g'ri kelyapman. Mana ekanman. Meni chaqirayotgan ekan bo'ladi dedim. Keyin borib so'rab ko'rdim. To'g'ri kelasiz dedi. Keyin hamma hujjatlar, imtihonlarni topshirdik. Hammasidan yaxshi o'tdik, xudo xohlasa. Keyin yaxshi omadimiz kelib qolgan ekan, o'tib ketdik. Muammosiz hammasi yaxshi bo'ldi. Nechta odam hujjat topshirgandi? Xabaringiz bormi? Menimcha 10 kishidan ko'p edi. 10 kishidan ko'p edi. Unda saralangan o'rtada kimdirlar haqida suhbatlarga kelmagan, har xil vaziyatlar bo'lib, oxiri kamayib ketdik. O'qishda ballari, o'qishda ballar har bitta o'zini tutishi, o'tda qolib ketmasligi degan narsalar ham. Men bilan deydi. Hamma narsa. Shunaqa saralanib oxirida kamayib ketdik-da. Vizaga kirish jarayonida necha kishi bo'lgansizlar? Vizaga kirish jarayonida 2 kishi kirib, 2 kishi olganmiz. Qanaqa bo'ldi mana boshidan vizani oldingiz? Vizani olib, bilet olish, uchib ketish jarayonigacha bo'lgan oralig'ida. O'zi men to'g'risida mana shu e'lonni juda kech ko'rganman. Ko'rganimda o'sha o'qish boshlanishiga 1 oy qolgan bo'lgan. Keyin o'sha biz shoshilyapmiz, hamma dokumentlarni yig'ib, juda dokumentlar juda ko'p o'rtada, mana shu DS degan narsalar bor. Hammasini qilib, banklarga pulni qo'ydik. Undan keyin vizaga topshirdik. Vizaga topshirganimizdan keyin bizga juda uzoq anaqa sanaverdi. O'sha salkam 1 oydan keyin kirasiz dot. Keyin biz unga xat chiqardik. Vizaga hujjat topshirasiz, suhbatga 1 oydan keyin. 1 oydan keyin. Biz keyin ularga iltimos xat yozdik, chiroyli qilib. Shunaqa bizni o'sha bir haftadan o'qish boshlanish kerak o'sha. Keyin biz ularga xat yozdik, shunaqa bizning o'qishimiz boshlanadi o'sha. Bizga ertaroq beringlar dedi. Keyin ular ma'qullashdi. 1 kun ichida javobga keldi, ma'qullashdi. 3-4 kundan keyin suhbatga kirdik. O'sha o'qishimiz, o'sha suhbatga kirgan kunimiz o'sha o'qish boshlangan o'sha. O'sha boshdagi birinchi hafta boshlangan bo'lgan. Keyin biz suhbatga kirdik. O'tdi.
suhbatga kirganimizdan keyin bizani birinchi anaqa qilishdi, tipa waitingga berib qo'yishdi, chunki bizani o'sha hamma sotsial setlarimiz ko'rib chiqishar ekan, chek qilishar ekan, shunga olib qolishdi. Undan javobi 2 kunlardan keyin chiqdi adashmasam. Juda xursand bo'ldik. Chunki bizni vizaga topshirishdan oldin o'sha bizdan o'qish qabul qilgan. O'sha hamma narsamiz o'sha yotoqxona qaysi joyda yozishimizgacha o'sha anaqa bizga kelib bo'lgandi xatlar. Xonadoshlarim bilan gap, ular har kun so'raydi, nima bo'ldi, bunaqa bo'ldi, shunaqa hammasidan gaplashib, yordam so'rab turdik. Keyin viza oldim, bo'ldi. O'sha hamma narsadan o'zi shunaqa xursand ketib qoldim. O'zi to'g'risi ololmayman deb o'ylagandim, bilmadim. Keyin xursand bo'lib, reski o'sha kunni o'zida bilet oldik. 2 kundan keyin uchib ketadigan qilib. 2 kundan keyin Amerikaga qarab uchib ketdik. Amerika chiroyli diyor deb. Sehrli diyor. Sehrli diyor. Mana viza olindi, bilet olindi, lekin o'qish boshlanib bo'lgan. O'qish boshlangan o'sha birinchi haftasi o'tgan, o'sha ular orientation week bo'lgan. Hamma narsa qayerda, nima, hammasi tanishilgan. Endi o'tdik, Amerikaga bordik. O'tdi, universitet juda katta, bizga nisbatan demoqchiman, bizga nisbatan juda katta. O'sha qayerda nima bilmaymiz. Chunki orientation week o'tib ketgan. Orientation week o'tib ketgan. Muzamilxon borib 2 marta borgan bo'lsam, 2 martasida ham orientation weekga o'tkazib yubordim. Juda katta xato ekan. O'tkazib yubormaslik kerak ekan. Eng yomoni biz bordik, kechqurun bordik. Kechqurun borganimizdan keyin o'sha ertalab bo'ldi. Ertalab bo'lgandan keyin ularda o'sha 2 kun o'rtada dam olish kuni qoldi. Ya'ni universitet ishlamaydi hech narsa qismi. Faqat o'sha oshxona ishlaydi. Eng yomon oshxonaga kirishga karta olishingiz kerak. Ya'ni sizni studentskiy karta bo'lishi kerak. U studentskiy karta olish uchun o'sha bo'limlar hammasi yopiq. Biz nima qilamiz? Savol so'rashga odam yo'q. Yaxshi o'sha yerdagi oldindan xonadoshlarimiz bor edi. O'sha bizlar Uyg'ur bolalar bor edi o'zimiz. Ular bilan sizlar oldindan tanishib olgansizlar borishdan. Qisqasi xona berganda xonadoshingizni kontaktini beradi sizga, pochtasini beradi. Bu bilan gaplashganmiz oldin. Ancha yordamlar bergan. Borganimizdan keyin tushuntirdi, hammasi yo'l bizga boshqacha orientation week boshlandi. Hammani tushuntirdi, bordik, bir amallab sistemaga qo'shilib ketdik-da. O'sha orientation bo'lmagani uchun bir oylab boshida qiynaldik. Nima qilish kerak, qayerga borish, kim, nima degan savollar juda qiynaldi. Tushunishingiz uchun orientation week bu mana shu 1 hafta yo 5 kun davomida birinchi kursga kirgan talabalar, o'sha nima deydi, freshman deydimi? Birinchi kurs talabalariga to'liq universitet ko'rsatiladi, tanishtiriladi, professorlar, o'sha bo'lim rahbarlari bo'ladimi, hammasi tanishtiriladi, qayerda nima bor. Bizda o'sha eng muammo bo'lgani o'sha boshida kartamiz bo'lmagan. U yerda hamma tizim, hamma universitet binosiga kirishni, o'qishga kirishingiz uchun ham hammasi tekizasizda kartani. O'sha karta yo'q bizda. Har doim bitta bola bilan yurishimiz kerak oldida. Ovqatga kirishlarda hammasida karta. 2 kun shunaqa bo'ldimi? 2 kun shunaqa bo'ldi. Keyin 3-kundan bordik. 10 minutda ishimiz bitdi. Shunaqasi sal muammo bo'ldi. Boshqa joyda hammasi sekin joyga chiqdi. Yaxshi bir haftalabdan bo'lgan ekan. Yo, dam olish o'qigandan sal bizga minus bo'lib qoldi-da. 2 kun o'sha bayramga to'g'ri kelib qolgan. Biz o'sha borgan paytda. Qaysi bayramga? Uni esimda yo'qlaganmiz, to'g'risi. O'tga borishdan oldin ham xonadoshlarim dostsiz-ku. U xonadoslar bilan qanaqa tanishgansiz? Xonadoslar o'zi menda zo'r bo'ldi. Meni xonadoshim qozoq bola. O'zi xabar chiqqanda o'sha sizga maildan keladi xabar. Ya'ni xabarda sizni xonangiz qaysi xona, xonangizda nimalar bor, keyin xonadoshingiz mailga, ism bilan mail keladi. O'sha kunni o'zida menga bola yozgan, menga Telegram yoki WhatsAppdan yozgan, birga gaplashamiz degan. Men yozdim Telegramdan, rosa gaplashdik, qanaqa o'qish, nima bo'ladi. Eng zo'r tomoni shu, men gaplashganim juda katta foyda bo'ldi, chunki biz bu yerdan O'zbekistondan uchganmiz, Amerikaga juda kech borganmiz, soat 9:10 larga borganmiz. Ya'ni samolyotda qo'nganmiz, chiqish bilan 11 bo'lib ketgan, yotoqxonaga bir 11:30 da borganmiz. 11:30 da borganmiz. Yotoqxona KPPsida hech kim yo'q, hech kim kirishga odam yo'q. Biz bilmaymiz hech narsani. O'tirmiz, keyin to'xtadim. Shu men anaqa o'rtog'imga qilaman, idarga qilaman dedim. Telefon qildim, shunaqa qilib WhatsAppdan qildim. Reski ko'tardi. Bo'ldi, hozir tushaman, bratda tushdi. Gaplashdik. O'zi hammasini o'sha yerda bir hal qilib 10 minutda xonaga joylashdik o'sha. Agar o'sha bo'lmaganda hozir aeroportda kutib olib, olib borib joylashtirgan odam yo'qmidi? O'zi hamma butun talabalar taksida borgan. Biz bu yerdan o'sha qiynalib qolamiz deb biz o'sha Lorensga anaqa mail yozilgan bizdan. Nordik tomonidan yozilgan xabar, bolalar shunaqa kech boradi, qiynalib qolishi mumkin, taksi topishda nimadirlar deb yozgan. Ular o'rtaga transfer qo'yib bergan, lekin transfer faqat yotoqxona eshigini tegacha olib ketishdi. Yo'q, sizlarni o'sha yoqqa olib borib qo'ygan. Ha, yotoqxona eshigini tegacha olib borib qo'ygan bizlarni mashinada. Yo'g'iga kiramiz, yo'da KPP bor o'sha. KPP yopilgan. Soat nechadan nechaga? KPP bu
KPP qisqasi har bitta yotoqxona u yerda bo'lingan. Misol uchun men East Hall degan joyda turganman. Kirishingizda sizni pochtalar bo'limi, ya'ni KPP shunaqa joylashgan, pochtalar bo'limi bilan siz hamma savollaringizni so'raysiz o'sha yerdan. Registratsiya deydi, to'g'rimi? Shunaqaroq. Hozir biz o'sha borgan paytimiz bizani registratsiya olib, hamma joyga qo'l qo'yib olishimiz kerak edi biz. Keyin u bolani chaqirgan. Yaxshi tomoni har bitta o'sha bino, o'sha yotoqxona binolarini ishlaydigan bolalar o'sha yotoqxona o'zi turadi, ya'ni talabalar ko'pchiligi. Talabalarga tipa ularga skidka beradi, shunda o'sha ishlaydi u yerda. Chaqirdi bolani, bola chiqdi, hamma narsa imzo qo'ydik, xonamizga joylashdik o'sha. Qachondan boshlandi o'qish? O'qish bir hafta dam bo'ldi boshida. O'sha keyingi hafta dushanba kunidan boshlangan o'qish. O'qish boshlanganda ham, ya'ni bizda bu yerda yurgan paytimizda bizga qo'llanmalar berganda nima qilish kerak? Biz ular o'qimaganmiz, ya'ni hamma o'y xayolimiz vizaga qanaqa kiramiz, nima dokumentlar bo'ladi. Ha, o'zi hamma narsa sizga yuborilganda, o'qishga kelishilib, tushuntirilib, hamma guideline berilgan paytda siz viza muammosi bilan yurgansiz. Viza muammosi shunaqa. Olamanmi, olmaymanmi deb hali. Keyin bordim, o'sha yaxshi, unda ham shu bolalar yordam beryapti. Bizda ikki xil sistema bor bu yerda. Hozir bizda hammasi, ya'ni O'zbekiston ta'lim tizimida hammasi xemis tizimida, boshqa tizimlar yo'q. U yerda ularning alohida LMS tizimi bor o'zini. Ya'ni LMS tizimida ular faqat uyushib berar ekan, o'zini banner akkauntida dars jadvallar chiqar ekan. Bizda faqat LMS dars bo'ladi deb unaqa o'ylayotgan ekanman. Qarasam darslar soni kam. Men ko'p bo'lganman darsingman. Keyin yaxshi bolani so'rasam, yo'q bu dars emas, bunaqa emas. Qarasam o'sha yarim soatdan dars boshlanish kerak ekan. Agar yarim soat kech so'raganingizda yana bitta dars o'qib ketardim o'shani. So'radim, qarasam dars ko'p yo'qdi. Bo'ldi, mana shu deydi. Banner web bo'yicha bordik. Agar ertaga kelmoqchi bo'lsanglar, o'sha Lawrence universitetiga borasizlarmi, boshqa universitetga borasizlarmi, hammasida birinchi bo'lib ularda banner akkauntinglar bo'lasizlar. Banner ID degan narsa, bu student ID ga o'xshagan narsa, ya'ni amerikanskiy tizimda banner ID deyiladi. Ya'ni sizlar banner o'zingizlarning akkauntingizga kirib, hamma tuition fee qancha narsa bor, ya'ni bizning xemis tizimimizni o'xshagan tizim. O'tda sizlar qancha to'lov qildinglar, qaysi fandan qancha ball olasizlar, hamma qarzingiz bor, qancha raspисание qanaqa bo'lyapti, keyingi hafta qanaqa xaritasi beriladi sizlarga. Men tanlagan hamma fanlarim o'zi bo'limimda siz faqat misol uchun hozir IT yo'nalishini computer science bo'yicha ketganman, computer science ketgan bo'lsam ham o'zimga boshqa fanlar olishim mumkin. Misol iqtisodiyot fanidan bitta. Siz eng muhimi o'sha computer science yo'nalishi bo'lsa, o'shandan minimum 12 kredit yig'ishingiz kerak. Ya'ni siz kursdan kursga o'tishsiz, sizga o'sha transkript berishlari uchun. Men keyin tanlagan fanlarimda hammasi magistr bilan o'qiganman. 90% bizlardan guruhimizda bo'ldi, hammasi magistr bo'lgan. Uje kiribman, darslar, endi men to'g'risi oldin bu yerda ishlaganman, boshqa joyda ishlaganman. Ya'ni shu sohada ancha ko'p yurganimiz uchun men bakalavr tanlaganimda ancha oddiyroq bo'lib qolardi. Magistrga kirdim, darslar ancha kuchli, professorlar juda ham kuchli bo'ladi. Nimaga siz hozir 3-kurs bakalavrga borgansiz, to'g'rimi? Bu yerda siz unaqa narsa yo'q, tipa bakalavr siz kurs tanlaysiz. O'sha kurslarni magistrlar ham olganda, ya'ni o'zini yo'nalishida bor, shu kurs olsa bo'ladi magistr. Magistrlar ham olgan. Shuni agar masalan men computer science qanaqadir fani bo'lsa, o'sha fanni bakalavrda o'qiyotgan paytim ham, magistrda o'qiyotgan paytim ham olishim mumkin. U bir xilmi? Ichidagi nagruzkalari, qiyinlik darajalari, mavzular? Yo'q, demoqchi bo'lganim, bu yerda bunaqasi bor. Ular masalan kompyuter tarmoqlari degan fan bo'lsa, birinchisi, ikkinchisi bor. Men tanlayotgan asosan ikkinchi tanladim, chunki men o'zi asosan shu sohada o'qiyman, men ulardan bilaman dedim. Keyin har bitta o'sha saytiga kirganinglarda har bitta mavzular beriladi, deb nima darslar o'tiladi, nima mavzular, nimaga hamma narsa beriladi. Men ko'rganimda birinchisini o'sha ko'p qismini bilaman. Shunga ikkinchisi tanladim. Qarasam 90% magistrlar, bolalar gapiryapti. Hamma meni magistr deb o'ylagan. Magistr Amerika talabasi deb o'ylagan boshida, keyin aytdim shunaqa bo'ldi deb. Masalanki emasman. Sizlardan emasman. Shunaqa ancha boshida bo'lgan tizim boshqacha, juda ham bizdagi tizim emas. U yerda davomat degan narsa yo'q. Davomat bo'lmagandan keyin ya'ni juda ham katta erkinlik beradi talabalarga dars kelishi shart emas. Faqat ekzamindan o'tsangiz bo'ldi. Ekzamin kunlari kirasiz. Shunaqa. Lekin darsga borsangiz qanaqadir darsga bor. Shunaqa professorlar bor. Darsga borsangiz sizga 100 uchun bitta semestr 100 point bo'lsa, ya'ni 100 ball bo'lsa, shuni bir balldan beradi har bitta kelganingizga.
misol uchun darsga qiziqtirish uchun. Bir xil o'qituvchilar bor, nima desam bo'ladi, xitrlik qilishadida, misol uchun o'rtada O'qituvchilarmi? o'qituvchilar misol uchun kvizlarni hamma o'qituvchi misol uchun onlayn beradi. Misol bitta o'qituvchimiz darsda beraman deydi. Bu degani siz o'sha Borishingiz kerak. 20 ball, 100 ballda 20 ball olishingiz uchun siz darsda qatnashib o'sha kvizni beradi. Siz qo'lingizga qog'oz qilib chiqarib beradi. Yoqqan taraflardan eng zo'ri professorlar juda ham iliq bo'ladi. Ya'ni u yerda ya'ni universitetda, Amerika universitetlarida hamma xonada, ya'ni darsxonalarda kamera ishlatish mumkin emas va ustozni fikrlarini zapis qilib olish mumkin emas. Kerak bo'lsa ustoz sizga ustingizdan arz qilishi ham mumkin kerak bo'lsa. Sababi u yerda ustoz shaxsiy fikrlari ketadi. U yerda siyosiy fikr ham gapirish mumkin. Bizga o'xshab Bizda xonalarda kameralar yo'q. kameralar yo'q. Ya'ni nazorat qilgan auditoriyada. koridorlarda, hamma yo'llarda, hamma joyda kameralar juda ham qattiq, nazorat juda ham kuchli. Har bitta kirib chiqib nima qildingiz, hamma juda qattiq nazorat qilinadi, lekin xonalarda yo'q. O'zi xonalarda ortiqcha narsa yo'q, ya'ni o'g'irlanadigan narsa ham yo'q, chunki olib chiqib ketolmaydi hech narsani. O'qituvchini eng professorlarimiz eng yoqqan tomoni juda ham iliq bo'ladi va shunaqa narsa deydi, hamma savolga menga beraver, yozaver xohlaganingcha. Meni kerak bo'lsa bezita olmaysan deydi, savol berib deydi. Yozaver deydi. Nima savoling bor, nimada qiynalyapsan? Keyin eng yana yoqqan tomon bizda juda ham anaqa qarshi-ku, ya'ni tizimimizda AI ishlatma, unaqa qilma, bunaqa qilma. O'sha nima bo'ladi? Qilma degani bilan baribir qiladi degan narsada. O'sha ular tushunib yetdi, u narsani baribir ishlatadi. O'sha aytadi, ishlatdingmi yozib qo'y, iloji bo'lsa ko'chirma deydi. Xo'p, men ishlataverdim, xohlaganingcha ishlat deydi. Просто shuni copy paste qilma deydi. Uni ko'rib chiq, tushunib o'zing yozib qo'y deydi. Ertaga o'zing o'sishingga juda katta yordam beradi. Yoki misol uchun yozib qo'y deydi, copy paste qildingmi? AI dan oldim shu ma'lumotni deb pastga shaxsiy fikringni keltir deydi. Misol uchun men ham copy paste qilamiz, yozib yozaman pastga AI unaqa foydalandim, keyin o'zim pastga o'zim izoh beraman. Shunaqa tushundimki, mana shu narsa, ya'ni boshqa misol uchun hozir Googledan qidirib, Wikipediadan juda ko'p vaqt ketkazib o'qib tushunmadim. Bu menga o'zim tilimda tushuntirib berdi degan ma'noda. Shu tomonlari zo'r. Ya'ni o'qituvchilar shunaqa professional imkoniyat beradi sizga to'g'ri foydalanishga. Men bir rosa viral videolar chiqadi-ku, professor keladi, o'qituvchi olib notebookni sindirib tashlaydi, AI ishlatmagan deb baqirib. Endi mana bunaqasi ham bor. Men o'zimni tajribam, ya'ni o'sha ko'rganimni aytaman. Professorlar shunaqa hisoblaydi o'zini. AI juda ham masalan, qo'pol qilib aytganda ahmoq, ya'ni biza undan yaxshiroq bilamiz. AI dan misol uchun oddiy, men endi yo'nalishimda koding bo'lgani uchun nimadir yozsak, bu ko'p 100% xato deydi. Aslida u ham to'g'ri qilyapti, lekin ustoz bizga shunaqa tushuntiradi, AI xato qiladi. Men aytganimni qilasan. Men to'g'ri narsani senga tushuntirib bera olmadim deydi. Endi ustoz gapi to'g'ri, prosta AI endi sizga aylantirib osonroq yo'lni ko'rsatadi ko'proq. Ikki tomonda ham jon bor. Ba'zida o'ylab qolamiz, mana shu videolarni ko'rayotganlar ham o'ylashadi, raz o'qituvchi tan olmayaptimi AIda qilayotgan ishini, значит, prosta xohlamayapti tan olishni, что AI undan yaxshiroqligini, yaxshiroq tushuntirganini yoki yaxshiroq javob berganini. Faktligicha qoladi. Agar GPT sizga soddaroq tilda tushuntirib bergan bo'lsa, o'sha narsani siz tushungan bo'lsangiz, o'qituvchida 80 minut dars o'tirib tushunmagan bo'lsangiz, aynan o'sha narsani GPT yaxshiroq tushuntirgan sizga. Endi hamma odamni professorlar ham har xilda, xarakteri har xil. Masalan, bir ikkita professorimiz bor, juda qarshi, ya'ni o'zini juda ham tepaloq ko'radi. Ya'ni AI larni ishlatma deydi. Ishlatish faqat deydi, xuddi uni Google o'sha tipa oddiy bitta tool qilib ishlat deydi, tipa. Ya'ni hamma fikr olma deydi. Boshqa professor aytadi, hamma narsani tipa o'zingni kerakli maqsading yo'lida osonlashtirishga harakat qil deydi. Masalan, AI ishlatsam, ishlat, faqat tushunib ishlat. Tipa uni do'st yoki kimdir qolma. O'zing kerak maqsadingga yo'lda tezroq, osonroq va to'g'ri, ya'ni sifatliroq yechim olish uchun, narsa olish uchun shundan foydalan deb aytadi. Bu yaxshi misol uchun. Tushunarli. Значит, o'qishlar qattiq nazorat ostida, lekin auditoriyada zapis qilish mumkin. Yo'q, o'qishlar qattiq nazorat qanaqa bo'ladi? Men misol uchun imtihonni aytaman. Bizda imtihonlar, bizda misol uchun tizimimizda yana bitta odam qo'yadi, misol nazoratchilar turadi. U unaqa emas. O'qituvchini o'zi oladi. O'qituvchi keyin mana misol uchun bizda yurib, har bitta kompyuter misol uchun ko'rib chiqadi. Unaqa emas. O'tirib, hech kimni tekshirmaydi. Kamera yo'q xonada misol uchun. Misol uchun xohlasangiz copy paste qilasiz AI-dan, xohlasangiz nima qilasiz? So'z ko'rib chiqadi, unaqa qiladi. Keyin juda ham ko'p ularda shunaqa narsalar bor. AI-ga ishlatishga qo'ymaydi. Misol uchun mana ChatGPTmi, Gemini'mi, boshqa AI-larmi
savolni rasmga tushirasizmi, misol uchun skrinshot qilsangiz, tashlasangiz, уже tizim shunaqa qilingan Amerikan sistemaga ko'ra educational narsa uchun bu narsa javob bermayman turaveradi. Men sizga agar kerak bo'lsa rasmdan tashlab beraman, shu yerda chiqadi. To есть hozir siz kompyuteringizda chiqqan savollar rasmini olib turib Shu tashlasangiz, tashlasangiz javob bermaydi. Shu aytmaydi. bu educational purposes deb beradi. Tipa ta'lim etmagan uchun bu narsalar javob bermayman deb beradi. Misol uchun oddiy Coursera kim ishlatib ko'rgan bo'lsa, ishlatib ko'ringlar bir marta, savollarni EAga tashlab ko'ringlar, javob bermaydi hech qaysiga. Ya'ni Bu ko'p lokatsiya o'sha lokatsiyada lokatsiyada emas, siz ular shunaqangi formatda yozadi, shunaqa nima desam bo'ladi. Misol uchun kompyuter tizimida bo'lsa, shunaqangi format, shunaqangi tartibda va shunaqangi shriftlardan foydalanadi. O'zimda anaqalar bor-da. Qog'ozda qanaqa bu testlar, kvizlarni bilish uchun har doim shunaqa o'zi juda ko'p ishlab chiqqan. Ya'ni universitetda men hayron qoldim. Birinchi o'tirman, dars o'tirman, qo'limga qog'oz berishda kviz o'sha darslar. Har o'rta javoblar oxirgi nuqta yoki boshiga nuqta qo'yib qo'yadi. Men tushunmadim, nima u endi. Men tipa yana professor yoshlari katta, men tipa xato yozib o'yladim. Bosilib ketgan. Bosilib ketganda, cho'ta ikkinchi safar, uchinchi safar bo'lyapti, tushunmayapman. Keyin internetdan qidirdim, nimaga o'zi bunaqa bo'lyapti. Keyin qidirsam, keyin tushundimki, ular bizdan ko'ra aqlliroq. Shunaqa metodga qo'yib ketadi AI uchun. Metod qo'yadi. Metodlar bor ekan, uni qanaqa qilib AI bilib olish degan narsa. Misol uchun eng zo'r mana bitta o'qituvchilar agar ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga zo'r bitta metod. Misol uchun drive degan so'z bo'lsa, ular tepadagi 25% qismini kesib tashlaydi. Misol uchun odamni aqliy faoliyati tepadagi anaqani to'ldirib oladi. Drive degan so'zni o'qib oladi misol uchun. Lekin AI o'sha so'zni o'qib olmaydi shu narsani. Bu bitta ham sizlarga metod mana shu narsa. Ertaga talabalarda foydalansanglar bo'ladi bu narsani. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt rasmga tashlasa, o'sha narsani tushunmaydi drive degan so'zni. Hamma yozuvdami, faqat drive degan yo'q, hamma yozadi. O'sha 25% qilsa AI o'qib. Endi bilaman hozir qanaqa, lekin men o'qiyotgan paytda shunaqa edi. Biz o'sha balki hozir o'ziga o'rganib olgan balki o'rgangandir. Men hozir o'sha payt sinab ko'rganman o'zim imtihonda, menda bermadi-da. To есть siz qanchalik bekitib AI dan foydalanib cho'tki javob yozib bormang. Endi uni ham aylanib o'tish yo'llari bor. To'g'risi, endi baribir mesela hammasini aylanib o'tib bo'ladi, qilsa bo'ladi. Lekin men bunaqasi bor, mana xo'p aylanib o'tdi, misol uchun aylanib o'tib ko'rganmiz biz ham. To'g'ri aytaman. Ustoz aytaman, darsda misol uchun imtihonni tekshirmaydi mana. Siz nima qilyapsiz, nima yozyapsiz, to'g'rimi? U yerda eng muhimi mana imtihon tugadi, imtihonning dars boshlandimi? Sizni oldindan biladimi? Misol darsda o'tiribsiz, savol beradi, shuni turg'izib. Shunaqa nima deydi? Bilmaysizmi yoki do'stga chiqaradi? Bilmaysizmi? Bu mana shu savolda sen o'sha imtihonni o'sha yechib bo'lganding. Qanaqa yechding masalan? Savol keldi. Ayb tashib ketdi. Imtihonni ham o'zi oladi. Imtihon o'zi oladi, tekshirmaydi. Endi ba'zilar tekshirishi mumkin. Endi men endi IT yo'nalishida bizda bo'lmadi. O'tiradi ustoz, topshiramiz. Mana shu ekran anaqa qotgan bo'lishi mumkin. Hech narsa bo'lmaydi. Shuni kompyuter yozasiz, o'zi platformaga tashlaysiz, javobingiz bo'ldi. Lekin men o'zimni shuncha o'qigan bolalar bo'lsa, mana bizda kompyuter network degan fan bor. U yerda 70% bolani balni ayirib tashlagan ustoz. Mendan ayirmadi. Men savol beradi yoki nimadir so'raydi darsda yoki nimadir imtihondan keyin ham o'zgartirish mumkin balki. Shunaqa. Bizdagi ularda eng sevgan, eng zo'r narsa bizda juda qiyin narsa. O'zbekiston ta'lim tizimi boshqa davlatlarda shunaqa bo'lishi mumkin. Mana universitet siz yangi keldingiz. Har bitta bo'lim alohida ishlaydi bizda. Misol uchun qabul bo'limi bor, buxgalteriya bo'limi, har bittasi alohida. U yerda biz bir marta bitta narsani ko'chirishimiz kerak. O'zbekiston ta'lim tizimiga one stop center degan narsasi bor bo'ladi. Ya'ni hamma narsa bir joyda. Ya'ni katta bo'lim qilgan, hamma joy o'sha yerda o'tiradi. Misol uchun buxgalter hammasi ikkita odam turadi, tipa reception joyida. Hammasi elektron tizimga o'tgan. Sizni misol uchun boraman. Menda boshida 5 ta fan tanlaganman. 4 ta fanga o'tkazolman. Bitta fan olib tashlaman, chunki men o'sha fanni 3 yil oldin o'qimaganman. Ular o'qib kelayotgan fanni men tanlab qo'yganman bilmasdan. Uni men admin qilmoqchiman, shunga one stop centerga bordim. Shuni aytaman, o'sha joyingizni 10 minutda hammasi hal qiladi. Misol uchun bizda hozir siz yangi talaba bo'lsangiz, bu qayerda binoni qaysi qismida bilmaysiz, nima kim oldi borish bilmaysiz. O'sha joyga boradi, one stop center bitta muammo keladi, ular u yo'lni o'zi hal qiladi. O'zi gapirib, maildan o'tkazadi bir-biriga. Xabarlarini juda qulay tizim qilingan. Ya'ni talabaga bitta joyda centralniy ekan, to'g'rimi? Juda qulay. Dekanatga bor, o'tdan o'quv bo'limiga bor, buxgalterga bor. Ya'ni shunda bu degani odam ishchilar soni kamayadi bu yerda. Ishchi soni kompyuterda o'sha ishini qilib beraveradi. Bu yerdan bitta resepsiya qabul qiladi, ketma-ket deydi. U yerda navbat bo'ladi, navbatga turasiz, bitta o'shaga turasiz. Xohlasangiz
onlayn mailga yozasiz bo'ldi, borib o'ntirish shart emas. Bizda endi mail emas, Telegram ishlashadi, shunaqa qilsa bo'ladi. Mana shu mail to'g'risida o'qituvchi bilan faqat pochta orqali u yozishgan yerda Amerikada shunaqa narsa bor, deyarli hech kim misol ishlatsa telefon raqami bilan iMessage qilishadi, message ishlatadi faqat. Bizdagi Telegram, WhatsApp deyarli hech kim ishlatmaydi. Faqat pochta bilan, hamma narsa pochta yoki o'sha o'zini LMS tizimi bor. LMS tizimining ichida ham xabar almashuv qismi bor, ya'ni o'sha pochtachi ulab qo'ygan kichkinagina, shunda gaplashasiz. Pochta ularda shunaqa narsa bor. Amerika juda ham shu narsaga qattiq qaraydi. Mana bir ishimizni startap qildingizmi, bir loyihami, uni 7 yoshdan 70 yoshgacha odam ishlata olish kerak. Chunki Amerikada bizda misol uchun qariyalar telefon ishlatmaydi, bu yerda hamma telefon ishlatadi, hamma shu narsadan foydalanadi, kompyuter foydalanadi. Mana bu professorlar 50 yosh, 60 yoshli professorlarimiz bor-da. Ular pochtani bizdan yaxshi ishlatadi kerak bo'lsa. Hamma foydalanishi juda oson, chunki pochta juda osonda. Yozasiz, send bo'l, boshqa funksiyalar, ana emoji narsalar yo'q. Juda qulay qilingan. Bizga endi uncha kirib kelmagan O'zbekistonga, lekin juda qulay narsa. Menimcha shu biza pochta etapidan sakrab o'tib ketdik. Sakrab o'tib ketdik menimcha. Bu yomon tomoni, bizda yoshi katta qariyalarimiz foydalana olmaydi, juda qiynaladi, chunki bizda funksiyalar juda ko'p, nima animatsiyalar, o'tinaqasi o'zi yo'q-da. Agar ikkita swipe, noto'g'ri swipe qilib yuborsangiz, ketib prямой efir boshlanib ketadi. Shunaqa. O'tda narsalar bo'lgani uchun qulayroq deb o'ylayman. Shunga yoshi katta odamlar ishlata oladi o'tda. O'tda sharoit qanaqa edi yotoqxona yashash masalasida? Shu tomoni ham menimcha ko'pchilik qiziq bo'lsa kerak. Yotoqxonasi juda ham zo'r, ya'ni xavfsizlik nazar birinchidan aytamiz, xavfsizlik juda ham zo'r. Har bir soatda yotoqxona koridoridan bitta nazoratchi o'tadi. Nazoratchilar hammasi qurollangan, hammasi ehtiyot choralari qilingan va tashqari binolarda ham, bundan oldingi podkastni ko'rgan bo'lsanglar ham o'sha yerda ham aytganman, tashqi tomonda ham to'xtovsiz mashinalar aylanadi, ya'ni o'zi campus safety degan mashinalari bor, to'xtovsiz aylanadi. James Bond kinolarida yoki bo'lmasa Tom Cruise kinolarida aytadi-yu, har bir soatda bittadan xiran o'tadi, qurollangan bo'ladi. Soat 10:00 o'tadi mashina. Yo'q, haqiqatan juda ham xavfsizlikka juda qattiq qaraladi. Chunki bizga borgan Michigan, Detroit shahri oldin juda ham kriminal shahar bo'lgan. Shunga juda ham qattiq qaraladi o'tda. Bu narsalarga xavfsizlik nuqtai juda ham yuqori. Endi yotoqxonaga kelsak, imkoniyatlar juda ham ko'p. Amerikaga borgandan keyin suv sal problem bo'ladi, chunki ular hamma suvni qayta ishlashadi. Suvni ular har bitta qismda, ya'ni har bir etajda bittadan joy qoldiradi, ya'ni ichimlik suvi beradi, ya'ni filtrlangan suv beradi. Bo'lmasa suv sotib olish kerak. Biz ko'proq sotib olamiz suv, filtrlangan suv uncha yoqmaydi bizga, ko'proq magazindan sotib olamiz. Lekin shunga qaramasdan Amerika filtrlangan suv nimasi, mazasi g'alatimidi? Yoqmadimi? Tipa sal sho'rroq tuyuladi bizga. Sho'rroq bo'lgani uchun ko'proq chanqatadi qaradir. Shunga ham biz ko'chadan sotib oldik faqat suv. Bo'lmasa Amerika o'sha Michigan dunyo bo'yicha eng top o'rinda turadi ichimlik zaxirasi bo'yicha. Eng katta ko'l o'sha yerda joylashgan, bo'lmasa. Shunaqa tizimda ishlagan. Yotoqxona sharoitlari juda ham zo'r. Xonada bir xonada 2 kishidan joylashadi. Endi men yotgan yotoqxona mana shu East Hallga tanlasanglar, imkoniyatlari juda ham keng, o'zini hamma, ya'ni eng oxirgi yangi qurilgan binosi adashmasam, o'zini sport zali bor, boshqa misol uchun chill zonalari bor, ya'ni televizor xonaga har bitta kreslolar qo'yib qo'ygan, o'zingiz kompyuteringizga PlayStationlar bolalar o'ynaydi, futbol o'ynab turishadi misol uchun. Shunaqa xonalar bor, katta auditoriyalar xonalari bor. O'tda misol uchun futbol ko'ramiz, basketbol ko'radi ular, NBA ko'rishadi, UFC o'ynadik bir marta biz. Juda ham imkoniyat zo'r qilingan bu narsalarga. Yana bir imkoniyatlardan zo'r yotoqxonada har bir xonaga internetlarni bemalol berilgan. O'tgan podkastda ham shuni aytgandik. Internetdan muammo bo'lmaydi umuman. Keyin talabalarning yaxshi tomoni, yotoqxonada hamma bir-biriga yordam beradi. Ya'ni yordam berish degan narsa, savol so'raysizmi, har xil partiyalar bo'ladi ularning o'zlarini. Misol uchun xonaga sizga o'ta zo'r tomoni, siz yoningizda misol uchun qo'shni xonadon, ya'ni qo'shni studentni xonasiga hech narsa taqillashingiz mumkin emas. O'zi faqat o'sha KPI, o'sha pastda KPPdagi bo'linmadagi bolalar taqillatmasa, boshqa bolalar taqillatmaydi. Ya'ni siz nimadir xabaringiz bor unga, nimadir demoqchimisiz, faqat qog'oz yozasiz. Email emas, qog'oz yozasiz, eshikdagidan berasiz bo'ldi. Faqat shu tizimda ishlashadi deyarli. Qulay. Misol uchun xonaga kirasiz, xona tagiga qog'oz o'tirgan bo'ladi. Har xil misol uchun tashisharmidi? Misol uchun qanaqa partiyalar bo'lyapti, keling deb yozadi. Misol uchun bir kun qanaqadir bayram bo'ldi, ist bayram bo'ldi, nimadir bayram bo'ldi. Shunga narsa sovg'alar tashlashdi.
universitet tomonidan eng zo'r tomoni har bitta yotoqxonasi aytmadim. O'sha KPPsini yonida pochta bo'limi bor. Pochta bo'limi shunchalik ularda kuchli ishlaydi. Ya'ni siz uchun bitta yacheyka qilingan. Siz misol uchun bizda uzun bo'lsa bularda Amazon tizimi bor. Amazon boshqa tizimlar hammasi o'sha yacheykangizni belgilaysiz. Misol uchun kichkinaroq element bo'lsa o'sha tikadi. Bo'lmasa KPPga tashlab ketishadi. Har qanday kattalikdagi narsani olib kira olasiz. Yotoqxonaga yana bir eng zo'r plyus tomonlari hech qanaqa yo'q. Ya'ni kirdi chiqdi degani yo'q. Siz ya'ni o'sha student banner kartangiz bilan kirib chiqa olasiz. Bu degani xohlagan vaqt ko'chaga chiqa olasiz, xohlagan payt kira olasiz. Komendantskiy chasi yo'q. Yo'q. Bizda eng shunaqa bolalar bor, kechqurun ham ishlaydi, nimadir qilishadi. Hatto 3 ta ham bola kirib keladi bizning yotoqxonaga uxlashga. Hozir chiqib ketadi. Lekin o'sha siz aytgandek har soatda odam aylanib yurgani uchun xavfsizlik juda ham qattiq qaraladi. Hech kim noto'g'ri qilmaydi. Keyin shunaqa bolalar bor, dars shunaqangi haqiqatan shunaqa gap bor-da, masalan biz aytadi-yu, O'zbekiston tizimida o'qishga kirish qiyin, o'qish oson. Bu haqiqatan teskarisi. O'qish qiyin, ya'ni vazifalar juda ham ko'payadi. Bolalar o'sha darsxonalari, chill roomlarda dars qilib uxlab qoladi, qotib qoladi. Keyin turg'izishadi. Shunaqa juda imtihonlar, vazifalar ko'pligi uchun vaqt yetmaydi. Ya'ni hamma o'ziga qulay joyda o'tiradi. Misol uchun bizda ham darsxonalar bor, bir kishilik xona, ovozingiz chiqmaydi hech kimga. Jim, ya'ni boshqa odam shumi eshitilmaydi. Dars qilishga yaxshi. Podkast yozishga ham zo'r bo'lsa kerak. O'tgan podkast o'sha xonani shuni yonida olgandik. Agar ko'rmagan bo'lsanglar ko'rib olinglar. O'sha musiqa xonani yarmi musiqa, yarmi o'sha zvuk o'tmaydigan xona qilingan. Bittalik, одиночный. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'rib olinglar shuni. Ko'ringlar biza. Tepaga chiqarib qo'yamiz. Yo'q, video ostida havola qoldiramiz, o'tib ko'rishsa bo'ladi o'sha video uchun. Shunaqa yotoqxonada shunaqa sharoitlar bor. Sharoitlar bor. Endi o'zi Michigan, Detroit boya ham aytdim, oldin kriminal shahar bo'lgan, lekin hozir juda ham toza shahar deb beriladi. Sababi juda ham xavfsizlik juda ham qattiq qaraladi. U yerda juda ham bo'limlar. Ko'chada yursangiz, Toshkentdan ko'ra ko'proq militsiyani ko'proq ko'rasiz. Juda militsiyalarga ko'p, juda qattiq qaraladi. Shunaqa ancha hozir toza shahar, hech qanaqa men misol uchun shu paytgacha borgan bolalar, qozolar, amerikaliklar bilan gaplashyapmiz. Mana shu so'nggi 5 yil, 3 yillarda hali hech qanaqa kriminal soni kamaygan juda ham deyapti. Menimcha nima deymiz, Trampga rahmat deymiz. Rahmat deymiz. Juda ham qattiq qarashadi, ya'ni juda keyin ishsizlik anaqasi ham misol boshqa shtatlarda qanaqa bilmadim, lekin bu yerda juda qattiq qaraladi. Ya'ni ishlarni juda qattiq tekshirishadi. Ya'ni noqonuniy ishlashga ham qattiq qaraladi demoqchiman. Endi mana shu joyda savol. Ishlashga ruxsat beradimi viza siz olgan? Men G1 vizasi bilan ketganman. G1 vizasida umuman 1 soat ham ishlash huquqiga ega emas talabalar. F1 vizada bor ishlash huquqi, F1 bilan ketsanglar. Lekin F1 bilan o'zini cheklovlari bor. Misol uchun faqat kampusda ishlash mumkin yoki qanaqadir o'zini yo'nalishi bo'yicha ishlash mumkin. U narsani universitet bilan hamkorlikda ishga topshiradi. O'zidan o'zi kirib keta olmaydi hamma joyga, adashmadim. G1 vizada hech qayerda ishlay olmaysiz. Juda ham sizga takliflar ko'p bo'ladi. Misol uchun bizda misol uchun ko'p taklif bo'ldi. Gostinitsalardan ishchi kelasanmi? Bizani SNG odamlar kirgan o'tga ishlashadi, chaqirishadi. Ular juda tizimboqacha, qanaqa misol uchun bitta odam kirib olgan ishga, menejer bo'lib ishlaydi. Arzon ishchi kerak. O'tga hammasiga o'zim ishlayman deb beradi, yoki boshqa amerikanisi beradi. Soatga $30 oladi ular, lekin sizga soatga $15 pul beradi. Juda qattiq pul yeyishadi shu joylarda. Agar sizni tutib olsa, deport bo'lasiz. Deport bo'lganda ham siz shaxsan o'zingiz emas, familiyangiz ostida boshqa qaytib kira olmasligi mumkin deb bizga juda qattiq aytishdi. Shu narsani oila a'zolaringiz, familiyangiz ostidagi degan narsani ishlatishdi bizga. Shunga meni keyin hammasini отказ qildik. Lekin ishlaydigan bolalar ham bor. Shunga qaramasdan, lekin yo'lni qilib tutilib qolgan bolalar ham juda ham ko'p. Deport bosiladi. Juda qattiq qaraladi bu narsa. Ya'ni Trump davrida juda qattiq qaraladi bu narsaga. To есть hamma mana shu exchange dasturi orqali Amerikaga borayotganlar asosan G1 viza oladi, to'g'rimi? Shunaqa, o'zi G1 vizasi exchange studentlar keyin mana yozda borishadi-yu, work and travel degan xuddi shu vizani beradi. Work and travel uchun faqat ishlash huquqi beradi. Misol uchun o'sha ish shunaqa uni talablari juda kuchli. Misol uchun boshqa hozir work and travelga borgan talabalar misol uchun Yevropaga borgan bo'lsa, tizim boshqacha bo'lyapti. Ya'ni work and travel hozir
mani pasportimda ham viza berganda pastiga bu yerda faqat Lorens universiteti himoyasi va hamma anaqasi ostida bergan. Ya'ni men nimadir qilmoqchi bo'lsam, qayerga ishga kirmoq, qaysidir darajada sayohatga chiqmoqchi bo'lsam, birinchi men o'sha o'z universitetimni xalqaro bo'limga borishim kerak. Ular bilan qo'l qo'yaman, shunaqa bo'lyapti deb. Shunaqa talablari bor. D1 vizani juda ham imkoniyatlari kam. Ya'ni bu faqat bir bo'lim uchun bergan. Misol uchun faqat borib o'qib kelishimiz uchun bergan. Boshqa narsalar bermaydi. Ya'ni ichki Amerika yoki o'sha shtatingiz o'zingiz sayohatlar bemalol, hech qanday muammolar bo'lmaydi. Lekin boshqa davlatga sayohat yoki boshqa narsalarda Meksika orqali nimadir yo'q, unaqa. Misol uchun kanikullalar bo'lib turadi o'rtada. O'sha har bitta semestrda ham bolalar Yevropaga borib kelishadi, yevropalik bolalar. Hammasi misol G1 olgani, F1 olgani hammasi xalqaro bo'lim bilan gaplashib, o'z roziligini bildirib, keyin ketadi. Bo'lmasa iloji yo'q. Chunki viza turi shunaqa. Shunaqa o'qish qiyin, lekin yashashga sharoit yaxshi, viza mana shunaqa imkoniyatlar beradi va cheklovlar ham beradi. Yashash juda ham yaxshi, lekin yashashda juda ham erkin bo'lasizlar. Hech kim sizlarni gapirmaydi, hech narsa qilmaydi. Bu yerdan ko'ra erkinlik juda ham yuqori o'tdi. Erkinlik yuqori bo'lishi ham ba'zida yomon naqalar berishi mumkin. Juda ko'p eshiklar ochilib ketib qolishi mumkin sizlarga. Shu tomonlari sal kimdir aytdi, Amerika bu inson o'zini yolg'iz his qiladigan joy va asl yuzini ko'rsatadigan joy. Haqiqatan shunaqa. Hamma eshiklar sizlarga ochilsa, juda ko'p narsa qo'rishlar mumkin. Bu shu narsani o'ylash kerak. Sizlarda faqat o'zingizlar emas, sizlar orqalardagi universitet va davlat tillarning sha'ni sizlarda borligi. Juda shunaqa narsa bor. U yerda misol uchun bitta Meksikan bola nimadir ish qilib qo'ysa, butun meksikaliklarni yomon ko'rishi mumkin ular. Bu narsa ham bor. Ertaga bitta Manimcha hamma joyda shunaqa. Hamma joyda shunaqa. Bizda ham masalan Rossiyalik nimadir qilsa, yoqmasa yoki xato ish qilsa, o'g'risizlar shunaqa ekan. Bu menimcha bu как бы insoniyatni настройкасы shunaqa. Bitta shunaqa ayb bilan butun O'zbekiston millatini yomon ko'rib qolishlari kerak emas ular. Shunga ehtiyotlik qilishlar kerak emas, albatta. Imtihonlar o'qituvchi o'zi oladi dedingiz. Qanaqa bo'ldi imtihonda? Siz mana shu pasport olib yeb qo'ygan joylaringiz bo'ldimi? Yo'q. O'zingiz mana uverin bo'lgansiz, ishlayapsiz, topshirdingiz, lekin pasport oldingiz. Mana shu holatlar ham bo'ldimi? O'zi ular bizning professorlarimiz iloj boricha harakat qiladi. Hamma imtihonlarni guruh bo'yicha ishlash yoki individual siz zashta qilib berishingiz, ya'ni doskaga chiqib hammani oldida. Endi bu narsa hammasiga aytaman, bu imkoniyatlar bor. Agar siz misol uchun qizlar kelayotgan bo'lishi mumkin, bir o'zi gapirishga uyalsa, ustoz o'ziga alohida topshirsa ham bo'ladi. Bo'lmasa guruh topshirsa sizga yanada prioritet beradi deydi, nimadirda. Ustuvorlik beradi sizlarga. Ya'ni guruhda topshirasiz, zashta qilib berasiz. Zashtada o'qituvchi juda ham iliq, bizdaqa meni qattiq turishmaydi. Bemalol gapir, ichingdan gapir. Nimani tushunding? Bo'ldi. Misol uchun ortiq savol bermaydi. O'sha tushungan narsangizni gapirib berganingiz bilan sizga ball chiqarib beradi. Shu tomonlar juda sizni topshirishni osonlashtiradi. Men endi to'g'risi imtihonlardan o'zim xohlaganimdan ko'proq natija qildim. Past ball chiqmadi deyarli. Bizda 2-3 ta fanimizda mana shu zashta bo'ldi. Misol uchun kiberxavfsizlik fanimiz ham oraliq ekzamen, ham final ekzamenni bitta qilib juda katta presentation qilib berishni so'radi. Ya'ni 3 kishidan. Men tushgan komanda faqat amerikaliklar, chista amerikanistlar. Ular bilan ishlash boshida juda zo'r. Men boshida o'yladim-da, nega bunaqa qildi? Bir o'zimni qilsam bo'lmaydimi? Chunki ular qanaqa gapiraman ertaga, uyalaman, unaqa bo'ladi. Qaytanga o'sha narsa keyin tugatdim. Keyin zo'r bo'ldi. Ular bilan qancha gaplashdik, o'tirdik, qatlagadir bordik, o'tda dars qildik, kofega bordik. Juda zo'r narsa qilgan ekan. Keyin o'ziga mail yozdim. Shunaqa rahmat sizga, shunaqa imkoniyat berdingiz bizga. Men haqiqiy amerikalik o'rtoqlarimni topdim o'sha siz o'sha yordamingiz bilan nima qildim. Juda zo'r bo'ladi. O'shani uyalish kerak emas. Guruh bilan ishlab, ular bitta loyiha qilib, loyihani topshirib, loyihada eng zo'r tomoni agar ko'rgan bo'lsanglar, LinkedInni ham qo'ygan professorimiz bizlardan faxrlanib birinchi o'rin olganmiz loyihamiz. Ya'ni guruhlarimiz doirasida loyiha bergan, loyihani topshirganmiz. Bu yerda ham oraliq ham yakuniy bitta bo'lgani uchun bu nazoratchilar chaqirilgan, ya'ni bosh dekan, yana yonida o'sha yo'nalish professorlar chaqirilgan, ular ham baho qo'ygan. O'sha yerda birinchi o'rin oldik. O'zimiz xursand, ustoz faxrlanib LinkedInlarga qo'yib yubordilar.
juda ham xursand ketdik, zo'r bo'ldi. Men ya'ni demoqchi bo'lganim, o'zim O'zbekistondan borib, hali Amerikaga bormasdan birinchi marta o'zim sinab ko'rib, shunaqa natija olganim, demak, boshqa bola bundan-da yaxshi natijalar qiladi degan narsani aytmoqchiman-da. Bizni bolalar ancha Eplasa bo'ladi, kuchli, men bizda epladim. bizni bolalar juda kuchli. Yani mendan kuchlilar ham juda ham ko'p. Shunga sizlar bundan ham yaxshi natijalar qila olasizlar bemalol, просто uyalmasdan harakat qilishlar kerak. Shunaqa hozir 4 ta fan o'qidingiz, to'g'rimi? 4 ta fan o'qidim. 4 ta fan hammasi 3 kreditdan. Bitta fanim shunaqa narsa bor. Sizlar xohlagan universitetga topshirishlar paytida universitet saytiga kirib, yo'nalishlar va qanaqa ya'ni imtihon, ya'ni ball sistemasini ko'rishlar mumkin. Misol uchun meni bitta HR degan fanim, HR fani 50% onlayn, 50% offlayn. Bu yaxshi tomoni, dars 50% onlayn bo'ladi, ya'ni Zoomda bo'lishi mumkin. Misol shunaqa kurslar bor, bolalar bor, bular taniyman, qozoq bolalar bor, shunaqa bolalar bor. 4 ta fan ham onlayn. Umuman dars yotoqxonada yashab turib, yotoqxonada darsga kiradi, dars qiladi. Bu nimani hisobiga unaqa u? Shunaqa qo'yilgan. O'qituvchini vaqti, ya'ni professorlarning vaqtini tejash uchun. Chunki shunaqa, men bundan oldin podkastda aytganman, professorlarimiz faqat o'qituvchi emas, ya'ni faqat dars beruvchi emas. Ular men o'zim uchun ikkita professorimni shaxsiy hayotlari sal tanishman. HR ustozimiz katta kompaniyada HR bo'limini boshlig'i bo'lib ishlaydilar. Ham bizning universitetimizga kelib dars beradilar. Faqat bizning guruh uchun. Boshqa darslar yo'q. Har yili shunaqa. Eng yaxshi tomoni, bir universitetda bir semestrdan boshqa ishlamaydi. Yana universitet almashadi. Almashtir yangi opit olish uchun deb aytganlar bizga. Kiberxavfsizlik professorimiz shunaqa. O'zi juda katta lecture, ya'ni leksiya o'tadilar juda katta bolalarga, masalan 100 kishi, 200 kishilik katta narsalarga ham juda ko'p treninglar uyushtiradilar, narsalar qiladi, ham bizga kelib dars beradilar. Ya'ni siz haqiqiy real professorlardan, ya'ni real shu sohada yurgan odamdan bilim olasizlar. Bu juda ham sizlarga katta motivatsiya beradi, yanada kuchliroq o'qish uchun. Exchange qilib keldingiz. Bu yog'iga endi qanaqa rejalar? Endi o'tda shuncha narsalarni ko'rdik. Endi borgan talabalar shunaqa narsalarni sizlar boshida tushunasizlar. Ya'ni sizlar kichkina ko'lmakchada yurganinglarni o'tda, ya'ni juda ham tez vaqtda juda ko'p narsalarni ko'rasizlar. Krugozoringlar juda ham tez rivojlanadi. Katta joylarga chiqish imkoniyatlari chiqadi sizga. Ya'ni misol uchun o'tda o'rgansizlar, misol uchun har xil misol uchun meni yo'nalishimda sizlar qanaqa startap qurish, startap qanaqa venture fondga chiqish, ya'ni misol uchun biz faqat O'zbekiston sharoitida ko'rsak, faqat O'zbekistonda mana shu narsalar bor, bunaqa qilishimiz mumkin. Ertaga SNGga chiqamiz, o'tda unaqa emas. Ya'ni o'zbek odamlari ham Amerikaga borib venture fondda qatnashish, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, imkoniyatlar juda ham ko'p. Faqat ular Amerika fuqarolari uchun emas, o'zbek fuqarolar uchun ham ular ham qatnashishi mumkin. Ya'ni Amerikaga borib kelgandan keyin mana shu narsalar borligini tushunadi. Shunaqa narsalardan o'zbeklar qatnasha olishini. Endi bundan keyingi natijalar mana shu narsalarga, shuncha narsani ko'rib, shuncha narsa bilganingizdan keyin mana shu narsaga harakat qilish. Endi hozir shu yo'lda ketyapmiz, xudo xohlasa. Nasib endi biz ham yana qaytib Amerikada venture fondlarda qatnashib natija ko'rishga harakat qilamiz, to'g'risi. Tushunarli. Nima deymiz? Omad tilaymiz keyingi ishlaringizda, o'qishlaringizda. Yana mana shunaqa exchange, double degree, balki double degreega borarsiz. Yoki work and travel dasturlarida qatnashib, yana ham tajriba to'plab bizlar bilan bo'lishasiz. Bu birinchi shu ikkinchi kurslarga, ayniqsa abituriyentlar, ularning ota-onalariga juda ham qiziq bo'ladi, foydali bo'ladi. O'zi qaysi universitetda o'qiy, qaysi yo'nalish tanlashim kerak degan mana shu o'ylanib yurganlarga menimcha qaysidir ma'noda bitta turtki bo'ladi. Rahmat kelganingiz uchun. Rahmat sizlarga ham. Taklif qilganingiz uchun e'tibor uchun kattakon rahmat sizlarga ham kattakon. Agar sizlarda ham savollar qolgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bizlarda faqat YouTube'da, balki Spotify, Yandex Music, Apple Podcast, Prime Music va bir nechta yana 10 dan oshiq platformada eshitishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa yozinglar, telefon raqamini qoldiramiz, murojaat qilinglar. Ro'yxatdan o'ting. Shunaqa exchange dasturlari, double degree, work and travel dasturlari imkoniyatlaridan foydalanib qolishingiz mumkin. Bu nafaqat o'zingiz uchun, balki kelajagingiz uchun ham bitta stupenka, nima deydi? Bitta pilla poya bo'ladi. Keyingi qismlarda ko'rishamiz. Unda rahmat sizga. Dilmurod. Ko'rishguncha.